farmalarni 7 balli shkalada baholaymiz. 7-si bu oksandralon, ya'ni oralniy preparat ichiladigan hisoblanadi. Bu suxoy massamizni oshiradi, bizani boli relyefni beradi va kuchimizni oshiradi. Bu preparatda ayollar ham foydalansa bo'ladi. 6-si bu Primabalan, boli lегкий preparat hisoblanadi. Bizani gormonal fonimizga ta'sir qilmaydi. Ya'ni yumshoq preparat hisoblanadi. Dozировkani ko'proq qilishimiz kerak. Bu sirazi bilmaydi effektini, nakopительный effekti bor. Bundan ham ayollar foydalansa bo'ladi. 5-si bu testosteron, ya'ni farmakologiyaning bazasi hisoblanadi. Biz qanaqa preparatlar ishlatishimizdan qat'iy nazar testosteron qo'shishimiz kerak. Testosteron bizda baland bo'lsa, qolgan hamma narsalarimiz ham yaxshi bo'ladi. 4-si baldinon, bu ham suxoy mышечный massani oshiradi, ishtahamizni oshiradi, lekin qonni quyiltiradi. 3-si masteron. Masteron bo'lish jo'skisi beradi, bizga potensiyamizni ko'taradi, sochimiz to'kilishiga ham shu narsa sabab bo'ladi. 2-si nandrolon dekanat, bu massanaborda asosan ishlatiladi. Ya'ni biz uni qilganimizdan keyin ves olishimiz tezroq bo'ladi, sustavdagi og'riqlarimiz qoladi, soch to'kilishi nandrolonda pastroq bo'ladi, lekin libidoni tushiradi. Birinchisiga keladigan bo'lsa, eng topda turadigan bu trenbalon hisoblanadi. Trenbalonni tushunishlik uchun aytaman, testosteronning anaboletskiy действияsi 100 bo'lsa, trenbalonniki 500. Ya'ni testosterondan 5 barobar kuchli effekti. Buni qilganimizdan keyin biz nerealniy rezultat qilamiz, lekin buni zarari ham xuddi shunaqa nerealniy bo'ladi. Pobochkasi qolgan farmalarnikidagi trenbalondagi beradigan pobochka yo'q. Eng pobochkasi katta preparat bu trenbalon hisoblanadi. Bu videoyim bilan sizlarga farmakologiyani targ'ib qilmayapman. Ma'lumot bo'lish uchun sizlarga eslatma qilib ketaman. Farmakologiya haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, blogimga obuna bo'linglar.